Assalomu alaykum, Tomorqachilik kanali a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, do'stlar, tabiat shinavandalari. Bugungi sanamiz 2026-yil 12-iyun kuni 33 dan 1,5 kilometr fayz oromgohini tabiat quchog'ida turibmiz. Juda ham zo'r, go'zal atmosferani ko'rsatib qo'ying, do'stim. Atmosferani ko'rsating. Tog', tosh, butun archazor o'rmonlar, yong'oqzorlar, dorivor o'simliklar. Mana shularni bugun sizlar bilan tanishib o'tamiz. Imkon qadar tabiatga oshnoliklarni, tabiatga bo'lgan mehr muhabbatlaringni oshirishga, mana shu videomizda qandaydir bir chiroyli manfaat tegib qolsa, biz o'zimizni xursand, baxtiyor his qilamiz. Sababi tabiat bu hammamizni rizqimiz, hammamizni saqlash burchimiz. Tabiatni asrang, avaylang. Bu bizda insoniylik burchimiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Lola qizg'aldoqlar. Lolalar. Besmertnik deydi. Besmertnik. Ha, o'lmas o't degani. Nimaga davo dedi? Shuni aytdingiz. Ha, bu jigarni tozalaydi. Do'stim, jigarni har xil unsurlardan, yomon o'sha kasalliklardan bu hozir ozgina bor. Buni sal pishgandan keyin gulini o'zini bu ko'p yillik tegidan chiqaveradi-da, guli to'kilib ham chiqadi. Buni gulini o'zini sekin yig'ib olib, quritib, choy damlab ichsa bo'ladi. Hop, hozir do'lanalar bilan gaplashamiz. Do'lanalar tanishtiraman. Hop. Boshqa yovvoyi o'simliklar bor. Dorivor o'simliklar, bular haqida batafsil ko'rsatib o'tamiz, o'rganamiz. Do'stim, ketdik. Yonimda turgan buta Ra'no Guldoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simlik. Bu namatak. Yovvoyi tog' namatagi. Bu shponik ham deyiladi. Mana o'sha meva tugishni boshlab qo'ygan operator. Mana shuni ko'rsating-da. Ko'rsating, bu hali o'r, xom. Mana gullar o'rnida mana shunaqa meva hosil bo'ladi va sekin-asta u pishib boradi. Sentyabr oylarida, oktyabr oylarida to'liq pishadi. Uni olib quritib saqlash mumkin. Bir necha yillar saqlash mumkin. Buni ichish nimasi? Ichishi o'sha choyga 8 donasini solib, agar sovuq mijoz kuchayib ketadigan bo'lsa, ozgina novoq solsangiz ham bo'ladi. Ichiladi. Buni qanday shifobaxsh tomonlari bor? Bu haqida sizlarga aytaman. Birinchi o'rinda qonni tozalaydi. Yurak xastaliklarini oldini oladi. Davleniyani tushiradi, qonni suyultiradi va umuman qonga doir bo'lgan barcha xastaliklarda qon tomir kasalliklarini haqiqiy davosi, aptekasi mana shu bo'ladi. Buni nomi demak namatak, shponik deyiladi. Shponik, nomi shponik, do'stim. Mevasini bozorlarda endi buni plantatsiyalari bor. Mana shu Pop tumanida juda katta plantatsiyalari bor. Maxsus ekilib, ularni mevalarini yig'ib olinadi-da, quritib eksport qilinadi. Bu 60 ming, 70 ming, 100 minggacha sifatli zo'rlar bor. Endi oddiy sharoitda 30 ming, 25 ming so'mdan sotiladi o'zi. Uyda ham mana meni onam juda ham ish qiladilar. Bundan ko'paytirib buni ajoyib, bu dumaloq sorti bor, keyin uzunchoq sorti bo'ladi-da. Ikki xil nav bo'ladi. O'sha uzunchoq navidan onamga olib borib, o'sha maxsus plantatsiyadan olib borib ektirganman. Shunda men hozirgacha hosilni berib yotadi. Onam hamma ko'pchiliklarga beradi. Shifobaxsh, eng shifobaxsh o'simliklardan biri butasimon namatak hisoblanadi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. O'chirib. Yonimda ko'rib turgan o'simliklaring
lola qizg'aldoq. Yo'g'ay holatda, dala maydonlarida, ekin maydon, buğdayzor, hop, yaylovlarda, mana shunaqa tog'li, qirli joylarda juda ko'p o'sadi. Bu bir yillik urug'idan to'kilib, yerga ko'p bo'lib chiqaveradi. Har yil yangilanib chiqadi. Buni piyozi yo'q. Bir yillik, shuning uchun bergi lolaga gul o'xshagani bilan bergi mutlaqo farq qiladi. Lolani bergi uzunchoq lentasimon bo'ladi. Buniki mana qirqma, nima, qaychisimon berlardan iborat. Hop, juda ham yaxshi. Lekin buni gulidan mana mevalari ozgina odamga yoqmaydi. Shuni dorivorlik xususiyatini men sizlarga buni aytmayman, sababi gulda qandaydir taqillik va achchiqlik bo'ladi. Sog' bo'linglar, tabiatni muhofaza qilamiz. Omon bo'linglar. Giyohga o'xshagan bir hali o'zimizni qanaqalarimizga bir sog'lig'imizga foyda bo'larmikin degan maqsadda shaharga chiqib shaharlarni ko'raylik dedikdagi. Juda yaxshi-da, juda yaxshi-da. Alhamdulillah, Xudoga. Tabiat bu Allohning bergan bir ne'mat. Ne'mat, to'ppa. Bundan foydalanishimiz kerak. Albatta. Kelajak avlodga ham butunligicha toshishimiz kerak, berishimiz kerak. Shuning uchun mana hoji akalar bilan birgalikda tog'li zonalarga chiqyapmiz, tabiatni o'rganish maqsadida. Har xil bulbullar ko'rdik. Har xil giyohlar, hayvonot olami. tabiiy giyohlarda bular. Albatta. Mana yolpizlar, yolpiz deysizmi? Yalpiz. Boshqa o'tlar deysizmi, giyohli. Har xil o'tlar bor ekan, bitta ko'raylik. Endi hozir eski bugungi nimalarga qaytsa, dori-darmondan ko'ra eski mana shu giyohli o'tlarga qaytsa yaxshi bo'larmikin degan maqsadda ko'rib tomosha qilyapmiz. Albatta, Hozir juda zo'r narsa-da. bu vaqtda o'raydi deydi. Yong'oq mana pesha miyani, yong'oq bodam miyani sozlaydi. Bosh miyani. Bosh miyani. Juda yaxshi. O'shaning Bu yong'oqqa ham o'xshaydi-da, miyamiz. Tog' odamlarni ko'rsangiz, yuzi tiniq. Sog'lom. Qip-qizil, sog'lom, baquvvat. Endi bularda gerbisidlar yo'q. Pestitsidlar yo'q. Archani qarang, chiroyli kislota chiqaradi. Tabiat qarang. Tabiat qarang. Tabiat. Bir minutga bo'lsa ham bir oila tashib bilan harakat ketyapti. Xudoga shukr. Tabiiy narsaga yetmaydi, hamma yo'q. Odamga, insonga qancha yengillik yaratsangiz, shuncha odam qiynalar ekan. O'shanaqa. Shundan ko'ra mana shunaqa joylarga chiqib, o'ziga jabr qilib boraveradi, sekin-sekin. Mana hoji akalar bilan ertalabki sayrga chiqdik. Namozdan keyin Xudo xolasa mana shunday tabiatni quchog'ida bir mazza qilib atmosferada o'pkalarimizni toza havoga to'ldirib nafas olish maqsadida. Hoji aka, sizga bir yaxshi ma'lumot aytaman. Hozir biz yonimizda turib mana shu ko'karib bosib ketgan, yer yuzini bosib ketgan mana shu o'simlik bu kiyik o'ti. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Hop, kiyik o'ti asosan davlenani tushiradi. Davlenani tushiradigan birinchi vosita mana shu kiyik o'ti. Buni hozir ozgina vaqti bor ekan, gullaydi, safsar havo rangda gullaydi. Ko'k gullaydi-da. Gullagan paytda buni terib olinadi. Ildizi ham, poyasi ham, bargi ham va gullari ham shifobaxsh hisoblanadi. Buni qaychilab, mayda-mayda qilib qaychilab, salqin soya joyda quritib, undan keyin uni choy damlab ichaverasiz. Birinchi qonni suyultiradi. Qonni. Davlenani pasaytiradi, yurak faoliyatini ishlashini normallashtiradi. Dala choylar, choy doshlar oilasiga mansub o'simlik. Ko'p yillik tegidan chiqaveradi, lekin bu degani yoppasiga bu narsani uzib iste'mol qilish kerak ekan degan
bo'lmasin, fikr bo'lmasin. Har bir aptekada arzimagan 10 ming, 5 ming, 10 ming, 15 ming so'mga 100 gram, 150 gramini sotadi. Tozalangan, yaxshi holatda sotadi. Kiyig'oti. So'raysizlar, kiyig'oti har bir aptekada bor. Mana shularni iste'mol qilib yurasizlar, inson salomatligi uchun juda kerakli bo'ladi. Xo'ja aka, yaxshi ma'lumotmi? Zo'r ma'lumot. Yashang mana shunaqa narsalarda umringiz uzoq bo'lsin. ko'proq agitatsiya qilib, ko'proq biz qishloq odamlarga, shahar odamlarga yetkazsak yaxshi bo'ladi. Yashang, rahmat. Xo'p, o'rganishda davom etamiz. Boshla. Do'lalarni mana ko'rib turibsizlar. Oddiy do'lani o'zi ikki xil bo'ladi. Qizil va sariq do'lani. Xo'p. Qizil do'lanani o'rikka qo'shib, novotga qo'shib, iste'mol qilsa yaxshi bo'ladi. Quritilgan holatda. Quritilgan holatda. Yaxshi bo'ladi. Keyin o'rik yurakka, yurakni baquvvatlashtiradi. Albatta. Mana Hindistonlarga borib operatsiya qildirib, boshqa qildirib yuribsiz, lekin tabiiy narsalar, o'zimiz tabiiy narsalar yaxshi. Zo'r fikr kelib qoldi hozir. Men akademik Muhammadjonov Mirzalivaliyev shogirdi bo'laman. Xo'p. Rahmal bo'lib o'tdi, 90 yoshdan oshdida. Xo'p. Baquvvat zo'r odam edilar. Bir aytib berdilar. O'ktamjon, Hindistonda Kashmir viloyati bor ekan. Kashmir viloyati. Kashmir viloyatida sovchilar kelar ekan qizni uyiga. Eshik taqillatib, taq kelar ekan. Kelsa, unda qaraydi ekanda, o'sha hovliga. Hovlida agar o'rik daraxti bo'lmasa, sekin assalomu alaykum deb sekin qaytar ekan. Qarang, umrini to'g'rilab qo'ygan. Qarang. O'rik daraxti bo'lsa, o'sha o'rik o'sgan hovlidan kelinni olar ekan. Nimaga desa, sog'lom bo'lar ekan. Pushti yaxshi bo'lar ekan. Nasl berish yaxshi bo'lar ekan. Mana shunaqa holatlarda o'sha hindlar hozir apteka bo'yicha, dori-darmon bo'yicha dunyoda ham birinchi, meditsinada ham birinchi, farmatsevtikada ham birinchi. To'g'rimi? Lekin o'zbeklarimizga yetmay, o'zbeklar o'ziga bek bo'lib chiqqan deb eshitganman men. O'zidan bek bo'lib chiqqanda o'zbeklar. Xo'p. Mana Hindiston boshqa davlatlar bizdan ko'p narsani bizdan o'rganishsin. Oldin avval o'rgangan, Hozir ham biz O'zbekistondan borgan Hindistonga borib operatsiya qildirayotganlar, jigar borib davolanib ketganlar. Bunday qarayaptiki, paketga salfan paketga solib o'rib berdi. Bu o'zimizda o'rik shuncha turib yemaymiz ekan, iste'mol qilmaymiz ekan deyishadi. Ana. Lekin Hindistonga borsa pulimizga o'shani olib yeyapmiz. Ana. Yo'l kerak boshqa deb beryapti. Oddiy. Mana o'zimizda masalan ko'katlar, zelinlar. Rossiyaga ko'p qilib olib boryapmizmi? Sarf qilib, ular puliga olib yeyapti Rossiyada. Biz oyog'imiz tagida o'sib chiqyapti bular. Ish kerak. To'g'rimi? Yashang. Davom etamiz. Mana o'tdi mana. Bu otquloq deymizmi buni? Otquloqlar nimasiga kiradi bu? Lekin otquloqning ipi bo'ladi. Buni zubtirim, fan tilida zubtirim deyiladi. Buni o'ta shifobaxsh narsa. Oyoq og'riqqa Ildizini juda yaxshi. O'sha baquvvat ildiz bo'ladi-da. Ungachi zubtirimga oshqovoq, bodring, qovun, tarvuz ulasangiz bo'ladi. Buni nima qilasiz? Mana shu ildiz bo'g'izidan, baquvvatidan, ildiz bo'g'idan shunday kesasizda, bir dona tarvuz urug'i yo qovun urug'ni ildizni yorib turib qo'yib turib, bunda bo'ylab qo'yasiz. Ildiz mushli ildizi bor-da, kuchli ildizi. Bu haliga urug'ni undiradi-da, ikkalasi svarka bo'lib bir-biriga nima bo'ladi? Ulanadi va bu yoqda qovun tarvuz bo'laveradi. Hop, davom etamiz. Lekin ildiz baquvvatligi uchun ekan-da. Ildizi baquvvat. Madamin tabi paketda endi. Madamin tapqatga Tabib aka. Pastga tushib ketdi shekilli. Mana shunday holatda biz tabiat quchog'ida mazaqla aylanyapmiz. Bu biz turgan joy dengiz sathidan 2500 metr. 2000-2500 metr dengiz sathidan balandda turibmiz. O'ziga xos mana shu balandlikka xos bo'lgan o'simliklar yashaydi bu yerda.
archazorlar bor mana, ko'p yillik, 1 yillik, 2 yillik begona o'tlar bor, dorivor o'tlar. Yuqoriga chiqqan sarimiz bu daraxtlar kamayib boradi. O'simlik ham kamayib boradida, eng yuqorida yaylov bo'ladi, yaylov. U yerda daraxt, butalar o'smaydi, faqat mana shunaqa yer bag'irlab o'sadigan o'tlar bo'ladi. Yerda ko'proq cho'ponlar chorvalarni boqadi. O'shaning uchun ana shu qo'ylardan yegan go'shtlarimiz mazali bo'ladi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etamiz. Mana bu ko'rib turgan sariq gullagan dorivor o'simligimiz bu dalachoy. Ya'ni zveroboy deydi. Fan tilida zveroboy, dalachoy deydi. Bu shu qadar shifobaxshki, buni shifoligi og'izdan boshlab to bizda o'sha keraksiz bo'lgan mahsulotlarimiz chiqib ketishi, o'sha yo'g'on ichakni oxirgi qismlarigacha bo'lgan barcha yallig'lanish, yara kasalliklari, yallig'lanish kasalliklari va boshqa shamollash kasalliklarini davolaydi. Ya'ni og'iz bo'shlig'idagi, milk tish atrofidagi kasalliklarni davolaydi. Qizilo'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak, ingichka ichak, yo'g'on ichak, to'g'ri ichak, bu mana shu ovqat hazm qilish oxirgi qismigacha bo'lgan kasalliklar barchasiga shifobaxsh hisoblanadi. Zveroboy dalachoy. Buni ham xuddi o'shanaqa holatda kesib, quritib, guli bilan birgalikda poyalar aralash, quritilib ichiladi. Bu aptekalarimizda juda ham ko'p, arzon sotiladi. Bemalol foydalanishlari mumkin bo'ladi. Endi har bir mana shu o'simlikdan foydalanishdan oldin albatta kasallikda qaysi bosqichda ekanligiga e'tibor berish kerak. Og'ir, qattiq bosqichda bo'lsa tavsiya qilinmaydi. Dastlab yangi boshlanishi shamollash, gastrit, ozgina yara kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, bemalol ichib foydalansa bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar bilan olib boramiz. Tabiat ko'rsatib qo'ying do'stim. Voy, mana ahvolda, ana shu 33 do'stim. 33dan shuna tepaga qayilib yuqoriga kelasiz. Ana shu sariq bino. Sariq binoni ko'ryapsizmi? O'sha darojnilarni yo'l quruvchilarning nimasi? Idorasi. O'shaning yonida yo'lak bor, ko'rinib turibdi. Yo'l bo'ylab tushsangiz, fayz dam olish oromgohi. Mana uni qarang. Mana shu do'stim, sizga narsa aytaymi? Mana shu tepasiga, yuqori tomoniga chiqqanman. U yoqda Xudayberdi degan ukamiz bor. Uylanmagan yosh yigit, cho'pon, sportsmen, tog'i toshlarda hali tog' polvoni. Mushaklari zo'r. Otda shu kechda yuradi-da, uchib yuradi, ot ustida uchib yuradi. Shunaqa bir ajoyib bola. Kelinglar, mehmon qilaman degan videolar qilganmiz, xudo xolasa. Juda katta chorva qo'ylari bor. Qo'y, echki, ot, eshak, barcha shu chorva nimalarni boqib yuradi. Yuqori mashina orqa tarafida, yaylovda. Hop, mana shunday tabiatni har kimga nasib qilsin. Har doim kelinglar do'stlar. Mana shunday joylarga aylanib, yozda, ayniqsa yozda issiq kunlarda, iyul oylarida, avgust oylarida odamga rohat baxsh bo'ladi. O'simliklarni ko'rib to'ymaysan, nafas olib to'ymaysan, atrofda go'zalligi bilan to'ymaysan. Mana qarang, mana gulni qarang. Lab guldoshlar oilasi. O'ta hozir sizga ko'rsataman. Kamerani olib keling. Buni qarang. Bu lab guldoshlar oilasiga mansub. Labga o'xshaydimi? Ha? Bo'yalgan labga o'xshaydi-da. O'shancha lab guldoshlar oilasiga mansub o'simlik. Sog' bo'linglar. Bu tabiat shunaqa Alloh taolo bezat qo'yganda, do'stim, tabiat shunday bezat qo'yganki, ko'rib uni mohiyati, oxirgi mohiyatiga yeta olmaysiz. Yo'q. Yashanglar. Mana kiyib o'tdilar, ha? Mana shular kiyib o'tdi. Voh, hidini qarang buni. Voy, hidini qarang. Qon tomir kasalliklariga dalvalarni tushiradi. Ana o'simlik dunyosi.
Mana bunday baquvvat oyoq kiyimlarni kiyib olganmiz. O'zimizni har xil cho'kir, hali yog'och qismlaridan, cho'kitaklardan, har xil zaharli hasharotlardan, mana shulardan saqlash maqsadida mana shunday moslamali kiyimlarni kiyib olganmiz. Qayoqqa? Pastga tushamizmi? Mana katta A373 avtomagistral Toshkent O'sh katta yo'li o'lik podyom deydi. O'rtoq mana shu yerda o'lik podyom deydi. O'sha 33 dan tepaga ko'tarilasiz. Ko'tarilganingizdan to buloq bor, o tepada. Unda qayilma, aylanma joy. Ana shu yergacha 9 kilometr. Shu 9 kilometr oralig'ida har qanday mana shunaqa yuk avtomobillar, oddiy yengil avtomobillar ham kuchlanib zo'rg'a yuradi. Shuning uchun buni o'lik podyom deydi. Sababi 75 gradus menimcha qiyalikda, balandlikda. 75 gradus. Mana shu holatda ketadi mana shu holatda tepaga chiqib ketaveradi. Bizga ko'rinmaydi, bizga tekisga o'xshayapti, o'rtoq. O'sha qiynalib. Aslida o'ta darajada balandlikka ketyapti. O erlar. Mana Tianshan tog' tizmalari. Hop, shu bilan videolarimizni tamom qilamiz do'stim. O'rtoq. Sizga katta rahmat. Operatorlar qilib menga yordam berganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Bolalaringizga bosh bo'ling. Bundan keyin ham juda ko'p holatlarda mana shunday joylarga kelib, aylanib, ko'rib ketishlikda Alloh hammamizga nasib ro'za eylasin. Yashang do'stim, rahmat.